bo'lsa, to'lmagan uglevodorodlar. To'lmagan uglevodorodlarni bilasizlar, demak, uchta qismdan iborat ekan. Bu bitta qo'sh bog'likni aytadi. Ikkinchisi demak, uch bog'lik to'lmagan uglevodorodlar va ikkita qo'sh bog'lik. Endi bitta qo'sh bog' bo'ladigan bo'lsa, demak, gen qo'shimchasi bilan qo'shilardi. Alkenlar keltiradi. Ikkita qo'sh bog' bo'ladigan bo'lsa, diam uglevodorodlar keltiradi va uchta qo'sh bog' bo'ladigan bo'lsa, in qo'shimchasi qo'shib alkenlar keltiradi. Bugungi ishimizning maqsadi alkenlarning xossasi bilan tanishish ekan. Ularni eng oson usul bilan laboratoriyada dam olish, sanoatda hayotda olish usuli bo'lgan bu demak atsetilenni olinishi va xossasini tanishlar ekanmiz. Atsetilenni kalsiy karbid. Biz endi uni garbid deb o'rganganmiz, aslida olganda demak bu kalsiy karbid degan tuz bor, ana shuni asosida olingan ekan. Ana demak probekka kalsiy karbid bo'lakchasini solayotganmiz. Ustiga suv solamiz. Juda ham shiddatli reaksiya bo'ladi. Bu bo'lakcha va so'ndirilgan ohak cho'kmaga tushib qoladi. Birinchi qo'yilgan maqsadni bajardik. Birinchi qo'yilgan maqsadimiz aksiyani olish edi. Ana buni hammangiz ko'rgansiz. Tajribadan tashqari, demak, haftaga svarka ketamiz. To'g'rimi? Uyingizda ham svarka qilishgan paytda ko'rgansizlar. Bachokka demak kalsiy karbid solinadi, keyin suv solib turib chiqayotgan gazni kislorod ulab turib, balonda alohida kislorod ulab turib, yoqish natijasida 3000 gradusgacha harorat olish mumkin bo'ladi. Ana endi bizning maqsadimiz nima ekan? Maqsadimiz atsetilenni to'lmagan uglevodorod ekanligini isbotlash ekan. Ana atsetilenni nechta bog' turibdi? 3 ta bog' turibdi. 3 bog'li to'lmagan uglevodorod. Ana shundan ikkitasi pi bog' ekan, mana bittasi sigma bog' ekan. Pi bog'lar uzilishi oson. Oddiy sharoitda ham uzilishi mumkin bo'ladigan kimyo reaksiya qilishgan paytda shuni hisobiga to'lmagan uglevodorodlar bir kishi reaksiyasiga reaksiya qilishadi. Ana endi probekkaga kalsiy karbid solib, suv solib, atsetilenni hosil qilganimizdan keyin gaz o'tkazgich naycha orqali uni xossalarini tekshiramiz. Nima qilar ekanmiz? Gaz o'tkazgich naychaning ikkinchi uchini bromli suv va kalipermanganat orqali o'tkazar ekanmiz. Alohida probekkalarga demak bromli suv va kalipermanganat solib hosil bo'layotgan atsetilenni demak o'tkazamiz. Ana bromli suvdan o'tkazamiz. Nima bo'ldi? Ana mana bu bitta pi bog' uzilar ekan. Qo'llar ochildimi? Ana brom bor. Birikar ekan. Dibrom ketilen hosil. Reaksiya davom etar ekan. Nega davom etyapti? Chunki yana bitta pi bog' qo'sh bog' bor ekan. Ana davom ettiramiz. Reaksiya natijasida endi mana qo'sh bog' uzildi. Tetraboron, to'rtta bo'ldi. Tetraboron, etan. To'ygan uglevodorodda galaganiya hosilasi hosil bo'lar ekan. Reaksiya ketganda hattan bilar ekanmiz. Bromli suvning rangi sarg'ish rangda bo'ladi. Bromli suv reaksiyaning oxiriga borganda rangsizlanib qoladi. Ana shundan reaksiyaning borganligini bilar ekanmiz va qo'shmalarning uzilishi hisobiga bir kishi reaksiyasiga kirganini isbot qilar ekanmiz. Endi ana shu chiqayotgan atsetilenni kalipermanganat, ya'ni margantsovka eritmasidan o'tkazamiz. Margantsovka eritmamiz suvli eritma bo'lgancha albatta bu yerda suvni hisobga olishimiz kerak bo'lar ekan. Ana bu yerda nima hosil bo'lar ekan? Agar reaksiyani oxirigacha bormaydigan bo'lsa, bormasak, ana bu yerda dialdegid
Ana bu dialdiditimizni olov mahsulot ekan. Agar reaksiyani oxirigacha oladigan bo'ladigan bo'lsak, mana hosil bo'lgan dialdiditga biza magnesium bo'linchalarni so'raydigan bo'lsak, reaksiya oxirigacha boradigan bo'lsa, mana bu yerda ikki asosiy karbon kislota, oksalat kislotasi hosil bo'lar ekan. Bu reaksiya oxirigacha borgan holatida ekan. Hop. Bu yerda ham reaksiyani borganligini, demak, eritmamizdan qo'ng'ir rangga o'tgandan bo'layotganmiz. Ana shuni etilen bilan qilgan paytimizda kalipermagan ta'sirida etilen rangsizlanib ketib qoladi, bu yerda qo'ng'ir rangga o'tib qoladi. Mana farqi shunda ekan. Chunki bizda chala oksidlanyapti. Agar to'liq oksidlangan bo'lsa, mana bu yerda oksalat kislotasi hosil bo'ladi. Solamiz, ustiga suv solamiz. Shiddatli reaksiya boshlandi. Ana gaz o'tkazgich naycha bilan yopamiz ustini. Gaz o'tkazgich naychani bir uchini romli suvga tushiramiz. Churchib. E'tibor bersanglar, demak, romli suv nima bo'lyapti? Rangsizlanyaptimi? Mana romli suvimiz rangsizlandi. Endi shu tajribani, demak, kalipermanganat eritmasida o'tkazamiz. Mana rangsizlanib qo'ng'ir rangga o'tdi. Endi mana yonishini kuzatinglar. Demak, sizlarga organika qismida o'tayotganda aytilgan edi, yonish ikki xil bo'ladi. To'liq yonish bor, chala yonish bor. Ana bu chala yonishga misol bo'ladi. Kislorod yetmasa, demak, nima bo'lar ekan? Qora dud chiqarib yonar ekan. Kislorod yetarli bo'lsa, ko'mpu bo'lib yonadi. Gaz uyda yoqqan paytida buni sezgan bo'lsangiz kerak. Shuning uchun atsetilen bilan ishlov berayotgan paytda, payvand qilayotgan paytda alohida kislorod urinadi, kislorod beriladi.